xotin bir-biri bilan joni taskin topadi, joni orom oladi. Nima sababdan xotin bilan taskin topadi joni? Nima sababdan xotin bilan taskin topadi joni? Eng oliy yaxshi nikoh qachon bo'ladi? Xotin erning quvonchi bo'lsa. Xotinning quvonchi bo'lsa. Domla qada ekan unaqasi. Birodar, 20 yil bo'ldi yashaganingga, 30 yil bo'ldi yashaganingga. Demak, bir-biringni ko'zingni quvonchisan, bo'lmasam yashamas eding. Ha, kamchiliklari bor, onani qila olmaydi, manaqa fe'li bor. Xuddi shunga o'xshaganda senda ham bor. Sen kamchiliklarga ko'zingni yumib kechirib yashayotganingdek, ayoling ham shu narsalarga ko'zini yumib turib kechirib yashayapti. Demak, o'rtada hamdamlik bor. To'g'rimi, birodarlar? Bu Alloh taoloning mo'jizasi. Inson juft yashash kerak. Tog' bo'lib yasha olmaydi.